Assalomu alaykum, biz ko'rib borayotgan do'stlar. Bu galgi obyekt bilan tanishtirib o'tamiz. Hop, bir qavatli oynaga bo'lgan bu akfalarimiz Zolotoy Dub seriyasidan Akfa profilda o'zini mahsuloti. 16 ta korpusimiz bor. Oldi romligimiz va ichkaridagi eshik derazalarimiz bor. Xonaniki alohida hammasi. Hop, eshigimizning bo'yi 2.62, eni 1.20. Ochilishi o'ng tomondan bitta ochiladi. Derazalarimizni 1.31 ga 1.84 lik derazalar tushgan. Tagini manaqa gazoblok qilib hozir urib to'g'rilashdi. Bundan bag'i deraza holatida. Keyin bittasi ochiladi, bittasi ochilmaydi bo'lib chiqqan bularning holati. Hop, ochilishi. Bu yerda bitta eshigimiz bor. Boshida, keyin oxirida bor. Yana bitta eshik. O'rtadan o'sha alkafon narsa qilib ketganmiz. Tashqi alkafon qilib ketganmiz. Ustunini bu yerda bor deraza eshigimiz. Bu 1.16 ga 2.64. Sababi bu tomon pastroqligiga tepasini shaytonga o'ltirib, pastini sal o'ziga yetkizganmiz. Mana baland bo'lib ketmasligi uchun. Xo'p, ichkaridagilar bilan tanishtirib o'tamiz. Ichkarida bitta eshigimiz bor. Bu 90 ga 2.33, 1.5 ga 1.65 lik deraza. Bu o'rtasi ochiladi. Qolgan mana bu 3 ta eshigimiz 89 ga 2.33 chiqqan. Bular hammasi o'sha devor tomonga ochiladi. Hop, eshik derazamiz ikki ko'zli bo'lgan. O'rtasi bitta bir chekkasi ochiladi. Ochilishlari Odisher ruchkasinikidan. Mana bu yerda ham bitta eshigimiz bor. O'sha devor tomonga ochiladi. Mana shunday holatda. Mana bu ikkalasini ham yaqinda qo'yib berdik. Nargi tomonlarini o'tgan yili qo'ygandik, nargi tomonini. Hop. Bu tomonlarimizni buni ichki ustunini o'ralmagan, uni o'zlari narsa qilib olishadi. Hop. Derazamiz mana o'rtadan bitta ochiladi. Cheres bu ochiladi, bunisi ochilmaydi. Bunisi ochiladi. Mana shunday bo'lib. Mana shunday holat. Shu 16 ta korpusni 26.700.000 so'mga olib kelib qo'yib berdik. Oynaklari bir qavat. Oynaklar yo'dovoy oddiy oynakdan. Bularda aks qaytarishi jicha pastroq. Aks qaytarishi ozroq pastroq, nargi Forza degan oynagimizdan. Ili yorug' o'tkazishi yaxshi buni. Shuning uchun o'ziga mos holatda yo'dovoy oyna qo'yganmiz. Tashqari holati yo'dovoy prosta bir xilda ketgan, ichkarisiga eshiklariga gullisini qo'yganmiz, qalampir gullini. Sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan obyektimizdagi holat mana shunday holatda. Hop. Taglarni alkafonga qilganmiz, eshiklar tagi alkafon. Qog'ozini yaqinda ko'chirib tashlangan. Buni kecha kuni, bugun bo'lib ko'chirib bitta ikkitasini hatto ko'chirilmagan ham. Ehtiyot bu qog'ozini o'sha montajdan keyin ko'chirib tashlagan yaxshi. Chunki buni plyonkasiga ham yozib qo'ygan. Montajdan keyin ko'chirib tashlang, iltimos deb yozib qo'ygan. Narx-navosini yana bir marta eslatib o'tamiz. 26.700.000 so'mga bu yerda hamma xizmatlarni olib kelib o'rnatib qo'yib berdik. Mana shu summaga. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.